Aynan bitta narsani aytmasam bo'lmaydi. Hozirda onkologlar aynan o'zlari mana shu ziravorni onkologiyaga qarshi profilaktik dorivor sifatida iste'mol qilishmoqda. Chunki ko'plab tadqiqotlar aynan zafaronni saraton kasalligini qo'zg'atuvchi hujayralar o'sishini sekinlashtiruvchi va nobud bo'lishini rag'batlantiruvchi ta'sirga ega ekanligi aniqlandi. Qadimda bu butun organizmni tozalovchi, ayniqsa zaharlanganlarda zid ta'sir ko'rsatuvchi vosita sifatida qo'llanilgan. Abu Ali ibn Sino bobomiz ham 100 dan ortiq xastaliklarni zafaron orqali davolagan. Eng ayollar uchun qiziqarlisi, Misr malikasi Kleopatra o'z yoshligini, go'zalligini saqlash uchun aynan shafrandan foydalangan ekan. Shuningdek, zafaron qon tarkibini tozalaydi, miya faoliyatini yaxshilaydi, nevrozdan forig' qiladi, bosh og'rig'idan xalos etadi. Oshqozon ichak faoliyatini me'yorga keltirib, buyraklarni davolaydi. Antioksidant ta'siriga ega. Moddalar almashinuvini yaxshilaydi, organizmni quvvatlaydi, ko'rish qobiliyatini tiklaydi, allergiyadan ham xalos etib, butun organizmni yoshartiradi. Hozirda butun dunyoda muammo bo'lgan ortiqcha vazn jigar yog' bosishlarida ham katta foyda ko'rsatadi. Oho, o'lmasga shey bo'lar ekanman deyapsizmi? Olib ichib ko'ring, o'zingiz guvohi bo'lasiz. Bu ichimlik 5 yoshdan katta bolalar uchun ham mumkin. Shunday ekan, oilaviy sog'lom bo'lish uchun ham olib ichib ko'ring. Tayyorlanishi: 3-5 donasini solib, ustidan qaynoq suv quyib, yarim soatga qoldirasiz va kun davomida ichasiz. Hozirda zafaronni qalbaki turlari ko'plab uchraydi. Shu uchun ham agar haqiqiy zafaronni olish uchun biz bilan bog'laning.